Korоче, o'tgan videoda 14 ta like kelganimiz uchun 14 ta blokdan uy qurganda o'sha videosini olib qo'yuvdim. Jigarlar, sizlar yaxshi yaxshi 43 ta like yig'ib berdinglar. O'sha videoni o'zida ustiga 16 ta qo'shimcha obunachi. Bu atigi 3-videoyim edi. Sizlar menga motivatsiya berdinglar. Xo'sh, 16 ta obunachiga qo'shsak 43 ta like'da 59 ta blok bo'ladi, to'g'rimi? 59 ta blok bilan hozir uyimizni qayta rekonstruksiya qilishda davom ettiramiz jigarlar. Qani, let's go. Ovoz g'alatiligiga e'tibor bermishlar endi. Xo'sh, qani ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Aha, yaxshi. Endi patolog bilan polni qilsak bo'ldi. Xo'sh, 36 dan qolganmidik? Tomni qilamiz birinchi. Kavlab olaylik. Sizlar like bosib qo'yaveringlar. O'tirmanglar kutib. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52. O'xti, ya'ni 7 ta blok qilsak bo'ladi borku. Pastni ham qo'varamiz hozir. Pastni ham qo'varamiz. Kavlab olaylik. 1 2 3 4 5 6 7. Jigarlar, mana uji qilib bo'ldik mana. 59 tani o'zi shuncha qilib tashladi. Jigarlar, davay, yana like bosinglar. Shu video ham hech bo'lmaganda yana 100 ta like yig'sin borku, mana tashqarisini cho'tka qilamiz. Ichkarisini ham normal qilib borku, tunnellar qilamiz, sandiqlar qo'yamiz. Temir pemir eritadiganlar qilib, ovqat pishiradiganlar qilib tashlaymiz. Rasmchalar qo'yib borku, uyni cho'tki odam kelsa wow deydigan bo'lib ketadi borku. Prosta like bilan obuna bo'lib qo'yinglar, hech nima ketmaydi sizlarda. Yomg'irni qaranglar yog'ishin. Ma'lum jigarlar, davay.